Bo'g'ilsa, sizni marojningizni yeb bo'g'ilsin, barko. Молодец, rahmat, rahmat. Men hurmatli obunachilar, tungi 12 dan o'tgani qaramen, bu yerda hozir el suygan xonandalarimiz, xalfa akalarimiz kelib turibdi. Hozir shulardan qisqacha intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz ham yaxshimisizlar? Rahmat. Nechiki shumali xizmatdan keltirmisiz ya? Ha, to'y xizmatlarini o'tirib kelyapmiz. Shunda sizni shuning bir chiroyli marojniy xonani tashkil etibsizlar ekan. Bizlar ham xizmatdan chiqib kelyaptirdik. Shunda ukamizni bir marojniy xonasiga kirib, marojniy yeb ketali deb sostav bilan birga. Sostav bilan. Muzikantlar bilan birga keldik. Ishlaringizga omad. Rahmat. Muxlislaringiz kelaversin iloyim. Iloyim. Instagram kanalimizdan ko'rib keldingiz. Ha, biz ham sizni kuzatamiz. Kuzatasiz. Ha. Kuzatamiz. Shuni hamisha bizdan kuzatadigan podpischilarimiz ham bor. Nechik marojnilar yoqdimi? Normalmi? Zo'r marojnilar ajoyib kelaverasizlar. Hammalaringizni taklif qilamiz. Ajoyib Xursandbek ukamizni ishlarini omadlar tilaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Hammani taklif qilamiz. Rahmat. Shunda kelgusi g'oyalar nechik xudo xolasa endi eldimizsa yana 15-may dedi, ne dedi, bitiruv kechalari, shu narsalar bormi g'oyalar? G'oyalarimiz bor, xudo xolasa, 25-may kuni o'zi gapda konsert berayotgandik. Ayrim sabablarga ko'ra 5-iyunga qoldirdik. Ha, ko'chirildi boshqa kuni. Boshqa yere ko'chirilmadi, shuda bo'ladi, lekin boshqa kuni. Ava, sanasi o'zgardi. Ayrim sabablarga ko'ra hammangizni konsert dasturimizga taklif qilamiz. Xudo xolasa keyingi safar G'azovatda bo'ladi. Bo'ldi, xudo xolasa. Shunda 5-iyunga ko'chirildi, shu mesada lekin, Shu mesada, lekin chislo o'zgardi. Adresini aytadingiz? O'zbekap qishlog'i, Qarol mahallasi, Atovayata to'yxonasida bo'ladi. To'yxona o'z ichida bo'ladi, Yo'q, biz ochiqlikda aytsak. Ochiqlikda. Ha, bo'ldi. Hammangizni taklif qilamiz. Bizlar ham sizni ko'pdan beri kuzatamiz. Yana xizmatlarda ko'p yerda bo'lganmiz. Молодец, ovozingiz dum shirali, ovozingiz bundan ham zo'r bo'laversin, ijodlaringizga omad. Rahmat. Yana to'ylari o'tsak, обязательно sizlarni shu marojniy xonalaringizga kirib, xudo xolasa kelamiz, tez marojniy ishga kelamiz. Ina Jasurbek ham bor, yanimizda doirachi, bu yoqda Zokirbek ukamiz bor. Birgalashib, xudo xolasa to'y xizmatlaridan chiqib, bir ozgina dam olib o'tirib, marojnilaringizdan yeb ketamiz endi. Zo'r gap yo'q. Marojnilar ajoyib. Omadingizni bersin.